kechqurungi Novich Plus seriyadan niqob, maska. Qanday ishlatamiz? Maska bu qo'shimcha parvarish, shuning uchun har kuni emas, haftada 1-2 marta ishlatishingiz kerak yoki qanaqadir ertaga muhim uchrashuvingiz yoki tadbiringiz bo'lsa va ko'rinishingiz a'lo darajada kerak sizga, demak bugun kechqurun shu maskani ishlating. Qanday ishlatamiz? Birinchi, kechki parvarishni qilib olishimiz kerak. Mana men yuzimda hozir zardob surdim, ko'z atrofiga krem surtdim va nочной kremni ham yuzimga, bo'ynimga surtib chiqdim. Kechqurungi krem taxminan 2-3 minutda уже singib ketdi. Endi nочной kechqurungi kremni ustiga maska surtamiz. Bu maska yuvilmaydi. Yotishdan yarim soat oldin yoki 1 soat oldin surting. Как krem olasiz. Bo'yningizdan esingizdan chiqmasin. Ko'z atrofiga surtilmaydi. И ko'p ishqalamasdan просто yuziga jamlash kerak. Bu maska-ku. Maska kremga o'xshaydi albatta. Shunaqa приятно. Kremga o'xshaydi, lekin bu maska, shuning uchun surtib chiqdingizmi yuzingizga? Demak, bu maska bo'ldi, surtib chiqdingiz, singdirmang. Bo'ldi. U как вот niqob qandaydir yuzingizni как будто namlantiruvchi plyonka bilan bekitadi va namlikni saqlaydi. Ertalab turganingizda yuzingiz yaltirab turadi. 25 yoshdan keyin tavsiya etiladi. Qo'shimcha parvarish aynan quruq yuzlarga tavsiya etiladi.